Jannatdagi qo'shni. Muso alayhissalom o'ziga jannatda kim qo'shni bo'lishini bildirishni so'rab Alloh taologa iltijo qildi. Falon yerda yashovchi qassob sening jannatdagi qo'shning va do'sting bo'ladi. Muso alayhissalom qiziqib, qassobning qaysi ibodati uchun bunga munosib ko'rilganini bilish niyatida yo'lga chiqdi. Borib, qassobni axtarib topdi. Qassob Hazrati Musoning haq payg'ambar ekanini bilgan va bunga iymon keltirgan. Lekin payg'ambarni ko'rmagan edi. Shuning uchun uni tanimadi. Kechqurun qassob Hazrat Musoni uyiga olib ketdi. Taom tayyorlab, dasturxon tuzadi. Ovqatlanishga kirishdan oldin u devorga osiqlik bir savatni yerga tushirdi va undan qimirlashga madori qolmagan bir qari kampirni chiqardi. Xuddi go'dakni ovqatlantirgandek uni ovqatlantirdi, ichirdi va yana savatga solib devorga ilib qo'ydi. Shunda kampir nimalardir deb pichirladi. Uning nima deyotganini tushunmagan Muso alayhissalom qassobdan so'radi. Bu kampir mening onamlar. O'tirib turishga, yeb ichishga madori yetmaydi. Shuning uchun o'zim ovqatlantiraman, suv ichiraman, tozaliklariga qarayman, dedi qassob. Hozirgina nimadir deb pichirlagandi. Shunda nima dedi? So'radi Hazrati Muso. Parvardigorim, men o'g'limdan roziman. Sen ham undan rozi bo'l. Jannatda uni Hazrati Musoga qo'shni qil deb duo qildilar. Shunda Muso alayhissalom o'zini tanitish vaqti kelganini tushundi va men Allohning payg'ambari Musoman. Allohdan jannatdagi qo'shnim kim bo'lishini bildirishini so'rab iltijo qilgan edim. Janobi Haq sen ekaningni ma'lum qildi. Senga xushxabar bo'lsin. Onangga qilgan xizmatlaring evaziga Alloh sendan rozi bo'ldi. Onang duosini qabul qildi va seni jannatda menga qo'shni qildi, dedilar.